Do'stim, sizga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Mana buni qarang. Kamdan kam uchiradigan shu. Voy, tushib ketishiga ozgina qoldi. Siz hayron qoldingizmi tushirib yuboradi deb. Olmazor tumanida narxini eshitsangiz hayron bo'lib qoladigan narxda 3 sotuvli joy topib qo'yganman. 7 ta xona, hamma kommunikatsiyalar bor, sentrga joylashgan. Buni ko'rdingizmi? Dahshatmi? U ham mana shunaqa dahshat joyda joylashgan ekan. Uyingiz oldida bog'cha, maktab, masjid, hamma narsa bor ekan. Bitta uyini ko'rsatib beraman, ko'rib baho bering, narxini ham aytib o'taman. 3 sotuvli uyga 7 ta xonani tiqib yuborishibdi o'zi ham, kompaktniy qilib, hamma narsa bor ekan. Shundoq kelib pulni sanaysiz, yashab yuborasiz. Kiyimingizni olib kirsangiz bo'ldi. Keling. Mana shu tashbaqani hozir qo'yib turaman, keyin qolganini davom ettirib beraman. Qo'lni ichini bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Kiraverishingizda chap qo'lingizda oshxonasi bor ekan, akfaromli qilib, chiroyli remontli qilib qo'yishgan ekan. Uy egalari o'tirishgan ekan, uy olmadim. Ichkarida hammomi bor, kafillar terib, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Qo'lida hojatxonasi bor, ko'chadan mehmonlar kelsa, yo bo'lmasa ham daryolar zangt bo'lib qolsa, bu yoqqa kirib ketsangiz bo'lar ekan. Remontli qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Olmazor tumani, Mevazor mahallada gaz suv svetlardan muammo yo'q. Mana suvni ko'ryapsiz. Chotki yozgi kunida mazza. 3 sotuvli joyga mana bunaqa tovuq jo'jalardan ham tiqib qo'yishibdi. Ayt qo'lni cho'qidi. Siz bu uyga kelib olgunizcha bu jo'jalarimizni tuxumga kirib qoladi. Bonusga tashab ketaman deyaptilar. Agarodlari bor. 3 sotuv bo'lgani bilan 8 sotuvni atmosferasini beryapti. Yuringlar, qaysi biridan boshlab beray sizlarga? Mana bu burchakdan boshlab beraman. Keling, mana bu ayvon. Mana chiroyli qilib dasturxonlar qilib qo'yishibdi. Pul bilan kelib bir baraka qilaman desanglar, mana shunaqa bir piyola choy ichib, choy ustida gaplashib baraka qilsanglar, savdo qilsanglar bo'ladi. Keling. Bu yoqda bitta xonamiz bor. Taxminan 3,5 ga 5 metr bo'lsa kerak, taxminan 1,5 metr, yarim metrga adasham, zar tepkilab tashamanglar. Ming bor uzr, metrim yo'q edi. Atapleniylar qilib qo'yilgan, pollari taxta pol, lekin podvoli yo'q. Yerga o'tkazilmagan. Bu yoqda kichkina xonamiz bor, bu yerda ham akfarom qilib qo'yishgan. Eshiklarimiz taxtadan qilingan ekan. Yuring ketdi, bu yoqni ko'rsatamiz. Mana tegan podvol. Bu yog'imizda ham yana bitta koridordan kirganingizda kattalar yotoqxonasi spalni. Spalniga bundoq kirsangiz, mana bu yerga hammom bilan hojatxonasini bekitib qo'yishgan ekan. Tayyor remont, kafillar qilib qo'yilgan, ichida rakvinalari bor. Ma'lum bir joylarga to'pli pol qilingan. Hamma joy to'pli pol qilsam, yurakni o'ynatib yuboradi, sog'liq uchun zarar bo'ladi deydi uy egalari. O'zi ko'p joyda mana eshitganman. Prixoshkalarda to'pli pol qilingan ekan. Yuring, bu yoqqa o'tamiz. Bolalaringiz uchun arg'imchoq, mashina ham gaplashib beraman, tashab ketishadi siz uchun. Keling endi. Zalni ko'rsataman. Mehmonxona, mehmonlaringiz kelsa, qancha mehmon bo'lsa kutib olsangiz bo'ladi. Lustrali qilib, chiroyli jihozlab, pardalar qilib qo'yishibdi. Qancha mehmoningiz bo'lsa, sig'ib ketadi bemalol. Zalimizda taxminan 4 ga 7 metr taxminan. Yuring, ikkinchi etajga chiqamiz. Chiqib urishimizda mana bunaqa zinalar qilib qo'yishibdi, taxta zina ekan. Bu anti knopka bor ekan. Knopkani bossangiz, eskalatorga o'xshatib, g'iz etib o'zi olib chiqib ketar ekan. Yuring, ikkinchi etajga chiqamiz endi. Chiqib urishimizda chap qo'lingizda bolalar yotoqxonasi, bolalar uchun xona qilib qo'yishgan ekan. Bu yog'ini ham remontlari, aboylari yaxshi holatda turibdi. Prixoshkamiz to'pli pol bo'lgan. Bu yog'imiz kattalar yotoqxonasi, spalni deb aytiladi. Hamma narsasi bor. Yana ichida hammomga ham joy qilib qo'yishgan. Faqat hojatxonasi yo'q ekan. Uy egalari, bolalarim dangaza bo'lib qolmasin, bir kunda bir ko'rib turaylik deb hojatxonani pastga qilib qo'ygan ekanlar, tushib tursin deb. Yuring, endi podvolni ko'rsatib beraman. 3 sotuvli qo'lida hamma narsa bor. Mana podvolimizga ham tushib ketyapmiz, yuring. Motimiz ham xuddi shuni hozir aytganimda eskaladi. Bundoq qilsangiz g'izz o'zi olib tushadi, yuring. Podvolimizda anaqa katorxona qilib qo'yishgan. Sistemasi zo'r. Uyimizni yuragi deydi ko'pchilik, shu yerga joylashtirishgan ekan. Podvolimiz ham katta. Bemalol bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Oynalar qilib qo'yilgan, yorug' tushib turadigan joy ekan. Hamma yoqni ko'rsatib o'tdim. Uzoqdagi yaqinlarimiz uchun ovora bo'lib, hali kelib yurmanglar deb obzor uzoqroq qilib, to'liqroq yoritib berdim. Olmazor tumani, Mevazor mahallasi.
bog'cha 30 metr, maktab 40 metr, masjid ham bor ekan, bir 100 metr atrofida ekan. Lokatsiyasi zo'r joyda, shahar sentri hisoblanadi. Narxini $160,000 so'rayaptilar. Bu uyni egalari o'zlari uchun qurgan ekan, olib sotadigan uy emas. O'zi hovli kirganingizda fayzli bo'lib turibdi, ko'rinib turibdi. Odam o'zi uchun qilgan uy ekan. Shuning uchun narxini $160,000 so'rayaptilar. Kelishtirib beraman deyaptilar. Ta narxini eshitib, voy qimmat ekan deb yurmanglar. Har doim pul bilan kelib, bitta pochkani qo'yib, savdo qilib, baraka qilsanglar, narxidan o't beradilar. Ko'targaniga birinchi kelgan klientga beraveraman deyaptilar. Balki yarim narxiga berarlar. Yana kelishib ko'rasizlar. Tekinga reklama xizmati kerak bo'lsa, tepada nomer qoldiraman. Kanalimga obuna bo'lib, mana shunaqa uylarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, meni yo'qotib qo'ymaysiz. Birinchilardan bo'lib sizni xabardor qilib turaman. Olmazor tumanidan uy qidirayotgan yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Men uchun juda muhim, arzonmi, qimmatmi, nima deysizlar. Yana kimda sotiladigan uylar bo'lsa, kommentariyada yozib yuborsangiz ham mayli. Sog' bo'ling.